أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. alloh taoloning iltifoti bilan sura ol imronning 146 oyatiga keldik. Oldingi o'qib o'tgan oyatlarning tafsirida shu mo'minlarning Uhud g'azotida dastlabda bir mag'lubiyatga uchraganligi haqidagi oyatlarni o'qigan. Shuning qarata hozir o'qigan oyatlar shu mo'minlarga tasalli berish ma'nosidagi oyatlar ekan. Sizlarga ozroq bir musibat yesa ojizlashib qolsanglar bo'lmaydi. Orqangdan chekinsanglar bo'lmaydi. Ilgirki ummatlardan mushta ahvollar ko'rilgan. Ular orqaga chekinmagan, texi imonida mustahkam turgan degan mazmundagi oyatda o'qildi ekan hozir. Estaizu billah. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. وكأين degan كم من نبي demek qancha degan payg'ambarlar. Qutila degan yana bir qaratda qotila yani urush qildi demak, endi o'ldirildi emas, urush qildi. Uning bilan birga inoyati ko'plagan jamoatlar. Rabbiyun deganda men jumu'un kathiratun deb tafsir qilibdi. Ma Uyg'urcha tarjimalda shu xudogo'y ulamolar deb buni tarjima qilgan ekan. Ya'ni Rabbani olimlar deymiz, shuningdan chiqqan gap bu. Ya'ni haqiqiy Alloh yo'lidagi Rabbani olimlar degandek ma'noda. Bu yerda ko'p degan jamoatlar oy payg'ambarlar bilan birga urush qildi demoqchi ekan. Ular ojiz qo'rqib qolmagan edi o'zlariga yetgan narsaga, Alloh yo'lida o'zlariga yetgan narsa qarta. Alloh yo'lida ularga yetgan narsa nima desa, shu urushda jarohatlangan gap, jarohatlanish va payg'ambarlarning hamrohlarining o'ldirilishi qatorliq mushundoq Allohning yo'lida yetgan narsa qarta ular qo'rqib qolmagandi. Va ma da'afu va ular jihad qilishdan ojizlashib qolmagan edi. Va mastakanu va ular dushmanlarga bo'ysungan edi. Haqiqiy mu'minga mustaqildir deb aytadi bu yerda. Kama fa'altum hina qutilan nabi. Yana xuddi Uhud g'azotida payg'ambar alayhisolamni, ya'ni Muhammad alayhisolam o'ldirildi degan xabar tarqalgan chaqda sizlar qilganga o'xshash. Ya'ni sizlarmi dushmanlarga bo'ysunganlar, ilgirki ummatlarmi mushta bo'lgan, dushmanlarga bo'ysungan nima deyishim. O'shda ahvolga yo'liqqan chaqda. Vallohu yuhibbus sobirin. Alloh taolo sabr qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Yani ashda balo musibatda yetgan chaqda balo musibatlar Alloh tarafdan kelibdi deb sabr qilgan kishilarni Alloh yaxshi ko'radi. Va ma kana qawluhum. Ularning bo'lmadi ularning so'zi shu ilgirki ummatlarning so'zi, payg'ambarlari o'ldirilgan chaqda ularning so'zi nima bo'lgan desa, ular jang maydonida mustahkam turish va yetgan musibatlarga sabr qilish bilan birga yana nima degan desa, Robbana g'fir lana zunubana va israfana fi amrina deb boshladi degan ekan. Va thabbit aqdamana vansurna alal qawmil kafirin. Ya'ni Parvardigorimiz bizning gunohlarimizni mag'firat qilgin va bizning isrofxo'rligimizni mag'firat qilgin. Isrofina degan chek-chegaradan o'tib ketgan mushta ishlarimizni sen belgilab bergan chegaraga tajovuz qilib ketgan ashundoq qilmishlarimiz bo'lsa shuni mag'firat qilgin. Fi amrina, ya'ni ishlarimizda chekdan eshib ketganliklarimizni nima ekan.
Bu olsa idanen bi ennema asabahum li su'i fi'lihim ve hadmen li enfusihim. Ularning bundaq deyishi shuni uqtirish uchunki ularga yetgan musibat o'zlarining yomon qilmishining sababidan bo'lgan. Ya'ni bu Alloh taoloninki bizga bekorni avatgan musibat emas, balki bizning shu yomon qilmishlarimizning sababidan Alloh tarafdan mushtak kelib qoldi deb bilgan demoqchimdi. Shunday qaragan, e'tiqod qilgan. Va yana ular o'zlarini va hadmani anfusihim o'zlarini xor tutish, ya'ni kamtarlik qilib o'zlarini Allohning oldida xor tutgan holatda mushta degan so'z degan ideya demoqchi. Va sabbit aqdamana degan qadamlarimizni mustahkam qilgin degan edi. Jihad qilgan vaqtda nihoyat kuchli bo'lish bilan qadamlarimizni mustahkam qilgin. Vansurna alal qavmil kafirin va bizga kofir qavmga qarshi yordam bergin deb shundoq degandi. Ularning shundoq yaxshi ishlariga qarata Alloh taolo ularga dunyoning savobini ato qildi va oxiratning yaxshi savobini ato qildi. Dunyoning savobi nima desa, yordamga Allohning yordamiga erishish va g'animatlarni elish, dushmanlardan g'animat elish. Oxiratning yaxshi savobi nima desam, jannat. Yine aşındaki haqiqiy müminlerini Alloh taolo dunyo va oxiratda mukofotlaydi. Va husnuhu oxiratning savobi jannat demdi. Va husna savobi deb keltirganlikdan husnuhu degan nima desa, yaxshi savob degan. At-tafaddulu fawqa al-istihqoq. Ya'ni loyiq bo'lgan holatdanmi bakrak marhamat qilish demoqchi ekanman. Yani oxiratda shu sizlar loyiq bo'lgandanmi bakrak Alloh taolo marhamat qilib, shu jannatda oliy martabalarga erishtirdi degandek ma'no ekan. Vallohu yuhibbul muhsinin. Alloh yaxshi ish qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Muhsininlarni yaxshi ko'radi. Yuqorqi sifatga ega bo'lgan kishilar, ya'ni muhsininlar deb atildi deb Alloh taolo bizga bildirib berdi. Xo'sh. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. الله تعالى müminlerge hitap kılatıdır menemni. Aşı can meydanında kapırlığa itaat kılmaslık, her kandak vakitte İslam dinine gayri kişilerge itaat kılmaslık. Doğrusu da. Ey iman etken müminler, eğer küpürlük kılganlarga itaat kılsanlar, ular sizlerine buyurgan işlarda, yani mındak kılınlar dep buyurgan işlarda itaat kılıp kalsanlar, ular sizlerine arkanlığa kaydırı ötüdü. Yani küpürlük kaydırı ötüdü. Feten kalibu hasirin. Şunun bilen sizler ziyan tatkışı bulup kayıtıp kalısılar. Yani ziyan tatıp kalısılar. Belki Allah sizlerinin igenlerdir. Sizlerinin yardımcılardır. Ve huve hayrun nasirin. O Allah Teala bolsa yardım bergüçlerinin en yaxşıdır. Şunlaşka aşında tallaş düşüp kalgan vakitte Allah bizim Mevlayımız dep şunu eslep durup Allah'a itaat kılış gerek demek müminler. Fe'ati'uhu dunahum. Yani kafirlarga emas Allah'a itaat kılınlar. Aşında tallaş düşüp vakitte bizning qanday qilishimiz kerakligini bu yerda o'rgatib qo'ydi. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. Biz küfürlük kılganlarning qalblariga qo'rqinchni tashlaymiz. Nima uchun esa ularning Allohga sherik keltirganliklarining sababi bilan. Er-ru'ba degan aynning sukuni va ayning zammisini qo'ldi. Ru'ubun demada o'qilganda. Yani bu el-xavf degan ma'noda. وقد عزموا بعد ارتحالهم من أحد على العودة واستئصال المسلمين فرعبوا ولم يرجعوا. Yani aşu kapırlar Uhud gazası günüse
Uhud maydonidan qaytgandan keyin yana qayta shu urush qilishga bel bog'lagan edi deydi. Va musulmonlarni yiltizdan quritib o'tishni shuni maqsad qilgan edi. Shuningga bel bog'lagan edi. Alloh taolo ularning qalblariga qo'rqinch solgandan keyin ular qo'rqitildi. U qo'rqitilgandan keyin qaytib kelolmadi ayaga deydi. Hem bu küfürlük kılganlarga Allah Teala'nın kalplerine işte korkunç taşıyışının birden bir sebebi nima dese, ularning Allohga şerik keltirganliklari sebebidan, bir sebep bima eşreku degan, bir sebebi işrakihim degan ma'noda. Allohga şerik keltirganliklari. Nima ne dese, Alloh Taala bir narsani tushirmadi, uningga Alloh Taala ya'ni hujjatni yine Allah bana muşu arkalık ibadet kılsana buldu deb bir hüccet tushirib bermagan narsani shirk keltirganliklari uchun. Unisi nima bo'lsa butlar da deydi. Yine butlarga ibodat qilib Allohga shirk keltirganliklari uchun demoqchi. Va ma'vahumun nar. Ularning qaytgan joyi do'zaxdir. U do'zax va bi'sa masva zolimin. U zolimlarning, ya'ni shu kofirlarning qaytgan joyi nima degan yomon deydi. Eng cho'ng gunoh, ya'ni Allohga shirk keltirish deb bilamiz endi. Gunohlarning eng cho'ngi Allohga şerik keltirish. Bu Allohga şerik keltirgan holatda qandaylik bir inson o'lib ketib qolsa, shu do'zaxdan mangu qoladigan gapkin. Do'zaxdan hargiz chiqmaydi. Lekin shu o'ldigan vaqtida, vafot bo'lgan chaqda tövbe qilgan bo'lsa, iymon bilan ketgan bo'lsa, shu la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh degan tavhid kalimasi bilan o'lib ketgan bo'lsa, o chaqda Alloh uning tövbesini qabul qiladi. Ee, Do'zaxda bir mezgil kuyib gunohlari tugagandan keyin hamon jannatga chiqib ketgan. Shunga shu sherik keltirish eng og'ir gunoh bo'lg'achqa Alloh taolo hargiz mo'minlarni kofirlarga xor qilmayman. Ya'ni har qachon Allohga sherik keltirmagan shu haqiqiy mo'minlar ustun holat turadi deb Nurg'ayat xabar berdi. Alloh taolo hammalarni shu haqiqiy mo'minlarning qatoridan bo'lib yashashga nasib qilsin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أستغفرك وأتوب إليك